Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi kontentimizda original mahsulotlar bilan podoriginal mahsulotlarni ajratishni qo'ldan kelgancha sizlarga o'rgatib o'tamiz. Bunda biz messenjer yostiqlaridan foydalandik. Har doim birinchi navbatda e'tiborimizni shtrix kodlarga qaratamiz. Biz shtrix kodlar orqali mahsulot qaysi davlatda ishlab chiqarilganligini, qaysi kompaniya tomonidan ishlab chiqarilganligini va mahsulotning modellarini bilib olishimiz mumkin. Bu kabi Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan mahsulotlarda shtrix kod 869 dan boshlangan bo'ladi. Buning aksi podoriginal O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarimizda esa 400 dan boshlangan shtrix kodlarni yoki umuman harflarsiz shtrix kodlarni ko'rishingiz mumkin. Ushbu messenjer yostiqlari Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan original yostiqlar. Bir qadoqda bir dona yostiq bo'ladi. Shtrix kodlarga ham e'tibor qaratsak, 868 dan boshlangan, ya'ni Turkiya davlatining shtrix kodi. Mana bunisi esa o'zimizning O'zbekistonda podoriginal ishlab chiqarilgan yostiq. Shtrix kodlarga ham e'tibor qaratishingiz mumkin. Harflarsiz ifodalangan. Bundan tashqari O'zbekistonnikida bir qadoqda ikkita vakuumdagi ikki yostiqni ko'rishingiz mumkin. Originalida esa bir qadoqda bitta yostiq bo'ladi. Agar bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like va komment kutib qolamiz.